Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz ishimizni boshladik. 2026-yil 1-aprel, xudo xolasa. 2 xonali uyimiz o'rtada koridori bilan sinchdan bo'lgan. Buni xudo xolasa chiroyli qilib topshiramiz. Bu X-loy bo'ladi. Ham qorasi, keyin oqi bo'ladi ustidan. Bir suli qilsak 30 mingdan 35 ming so'mgacha kvadrati. Endi hozir X-uli qilsak bunga yana qo'shiladi. Endi 60 ming bo'lar, balkim 55 ming, 60 ming bo'ladi, shunaqa atrofida. Xudo xolasa buni bitgandan keyin yana bir chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bor mana 2 xonali uyimizni ham topshirib oldik. Xudo xolasa chotki bo'ldi, mana ichkaridagi holatlar, burchaklar hammasi yaxshi bo'ldi. Atkoslari mana chiroyli chiqdi. O'zgargan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz bundan juda minnatdor bo'lamiz. Keyingi videolar chiqarishimizga bizga bir kuch bo'ladi bu. Mana ichkaridagi holatlar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Mana ichkaridagi holatlar